Salom qadrli tildoshlar, umid barchalaringiz sog' bo'lsangiz. Necha kun oldin Hazrat Amir Alisher Navoiy va Imperator Zahiruddin Muhammad Bobur janoblarining tug'ilgan kunlaridan yodlandi ijtimoiy tarmoqlarda va o'sha imkonga qadar ba'zi mintaqalarda mahfillar va ehtifollar bo'lib o'tdi. Va bu ishlar bir yil ko'proq, bir yil kamroq, har holda yillar davomida bo'lib kelyapti. Meni birta jiddiy savolim bor, hammamiz uchun bu savol ki buni javobini shoyad topish qiyin bo'lsa va shoyad ham bahsoy ko'p kattaga ehtiyoji bo'lsa ki javobni odam topsa. Bu ki 500 yil, 600 yil oldin bunaqa shaxsiyatlar na internet bor ekan, na dunyoni bugungi qulaylik narsalari va sharoiti bor ekan. O'nlarcha kitobni har birisi buncha mas'uliyatlar bilan yozgan. Bittasi imperator bo'lgan, qarang, Boburnomadek bir narsa tashlab ketgan, yo Alisher Navoiy bar aloy bu ki o'zi bir vazir darbor bo'lib mas'uliyatlar siyosiy bo'lgan, yoniga 40 ga yaqin kitoblar tavlid qilgan. Shunaqa masalan Fuzulini boring, Gavar Shodbegimni boring ko'ring, Ulug'bekni boring ko'ring. Shunaqa kelsangiz o'sha odamlar necha yil oldin qancha mas'uliyatlarni ado qilgan va bu tilni unib o'stirgan, bu tilni katta bir xazinaga ega qilib ketgan. Bugungi sharoitga kelib biz o'zbek xalqi tilga nima qilganmiz? Maxsusan Afg'oniston o'zbeklari. To'g'ri, bizni qarshimizda, bizni muqobilimizda tabiiy bo'lgan, bizni tilimizni unib o'sishi uchun hatto davlatlar ma'ni bo'lgan, hatto davlat Afg'onistonga kelgan davlatlar tilimizni o'rtadan yo'qotish uchun harakat qilgan. Ammo har holda ba'zi qulayliklar ham bor ekan, ba'zi fursatlar ham bor ekan. Bulardan qanday istifoda qilamiz? Va hozirgi sharoitdagi hamma AI dan istifoda qiladi. Bizlar ham o'zimizni boshqalar qatori hisoblaymiz, lekin Google ga borib vaqtarsak 10 ta o'zbek tilida nasharot beradigan veb-sayt topmaymiz. AI xo qat'an support qilmaydi. O'zbek tilida bir narsa axtarmoqchi bo'lsangiz AI bermaydi, chunki Google ga manba yo'qki AI undan istifoda qila olsa. Duom bizni qancha kadrimiz borki bu kompaniyalar bilan AI bilanmi yo Google bilanmi yo o'nlarcha Apple bilanmi kompaniyalarki bu avzoga ishlaydi, bu kadrlar bilan tamosga bo'lib, turusha olib, tilni qatga qo'shib sizni boshqalarning qatoriga to'xtatsa. Shu uchun bu savolni ustiga fikr qilaylik. Nazarlaringizni ham yozinglar va bu savol uchun ham video tayyor qilinglar. Daloili uchun sizlar bahs qilinglar. Xohlayman oyista-oyista shu bahslar o'rtaga tushsa va bizlar ko'proq bahs qilsak va ko'proq gapirsak, to'g'ri yo'l topolsak, tilimizni